Mani birinchi asli vesim 62 kiloda yurardim. Birdaniga boshimda o'simta degan narsa paydo bo'lib, undan keyin gormon oldim. Gormon olgandan keyin vesim oshib ketdi. 118 kilogacha ves qildim. O'sha ves qilganimdan keyin dietalar qilib ko'rdim, har xil dorilar ichib ko'rdim, foyda bermadi. O'g'lim Instagram sohasini kuzatib, o'zi ham o'sha yerda faol ishtirok etadi. Fitway degan mahsulot chiqibdi ona, shuni bir ko'ring, sizga bo'lar, shu bir organizmda gormonlarni tozalab chiqarar degan maqsadda telefon qildi. Keyin aytdimki, o'ylab ko'ray o'g'lim, juda ham qo'rqaman-da, to'g'ri gap, juda ko'pini ichganman. Allohga tavakkal qiling dedi. Mana shuni bir ichib ko'ring dedi. Keyin buni ichishni boshladim. 105 kilo ves bilan boshlaganman. Mana shu mahsulotlar endi. Mana hozirgi kunda Allohga shukr 85 kilo vesdaman. Hech qanaqa dieta qilganim yo'q. Alloh ko'rib turibdi. Man dieta ushlay olmayman hayotda. Nimaniki bo'lsa yeyman. Lekin mana buni yana bitta foydasini bilganim, mana boshim og'rib qolardi. Ko'proq agar sal narsaga boshim og'rig'i baland edi, absolyutno men Fanigan degan dori bilan yashardim. Fanigan dori atmen bo'lganmanda. Yengilmanda, o'ta yengilman. Mana liboslarim rosa keyingini kichkinaytirib kiyapman, shukronalar bo'lsin. Mana chiqib holatim piyoda vobshe yura olmasdim, yuryapman, Allohga shukr. Hamma shuni olib ichsin agar, shu menga o'xshab vesi katta bo'lganlar, qiynalganlar, yurishga qiynalganlar bor bu yerda. Organizmda misol qayerlarnidir kasal qilib qo'ygan keraksiz dorini olib. Mana shu ichsa yaxshi bo'ladi. Mana masalan oldingi ko'rganlarim, hozirgi ko'rganlar ko'p aytayapti. Rosa tashladingiz, opa. Men aytayapman, shunaqa dori ichdim. Ziyoni yo'q ekan, choylari bor, kokteyllari bor buni. Nihoyatda yaxshi ekan. Men tavsiya qilaman, hammaga tavsiya qilaman. Har bir nima dorini ichib ko'rmay, shu yo'l to'g'ri yo'lga tushsa yaxshi. Bu meni fikrim.